Til-ئەدەبىيات ئۆگىنىش, تىل-ئەدەبىيات دەرسلىكىنىلا ئۆگىنىش ئەمەس. دەرستىن سىرتقى كىتابلارنى ئوقۇشقا ئانچە ئەھمىيەتكە بېرىپ كەتمەيدىغان بالىلار تىل-ئەدەبىيات دەرسلىكىنى ئېزىپ ئىچىپ olسىمۇ، ئوتتۇرا مەكتەپكە چىققاندىن كېيىن ئارمانغا تۇشلۇق دەرمانى قالمايدۇ. ھەتتا ئالىي مەكتەپ تىل-ئەدەبىيات ئىمتىھانىدىمۇ ياخشى نەتىجە ئالا olۇشى ناتايىن. Bir neçə il ilgari Lilo ismli bir qız həmini hayran qaldırdı. O qız 2 növbət sinif atlab 15 yaşda Çinhua Universitetiga kirib, 20 yaşda doktorluqni bitirgan edi. Dadasi qiziga "Va, karamat talant egisikan" deb havas bilan qarab baqqanlarga shundoq deb tikanmish. Qizim ziyo talantli bolam emas. Uning boshqa bolalardan farqlanadigan yeri, boshqa bolalar til-adabiyot darslikini ezib, ichib, ko'rgan siri ko'zga putilishdan o'ziga foydasi yo'q arzimas narsalarni o'qib, yodlab yurgan chog'larida muhokama va bayon, mingzi, qadimgi asarlardan o'rnaklar degandek klassik asarlarni berilib o'qiganligi bilan farqlandi debdikan. Lilukaning dadasi bolalar oltindek chog'larda klassik asarlarni o'qish kerak deb qaraganligi uchun qiziga darsdan sirtqi kitoblarni ko'plab o'qitgan ekan. U hozirgi til-adabiyot o'qitishidan norozi bo'lg'achqa, uni arzimas yozmalar haqida to'xtamay javildab vaqt isrof qilganlik, bu xil isrofchilik oxirgi hisobda bolalarni umrlik nobud qildi deb ta'birlabdi. Maktabning o'qitish usuli bilan Lilikaning dadasining bola tarbiyalash qarashi ziddiyatli bo'lg'achqa, u qiziga darsdan sirtqi kitoblarni erkin ozoda o'qish fursatini hozirlab berish uchun qizini 3 qatim o'qishdan to'xtatib olgan ekan. Qisqasi, darsdan sirt o'qigan nurg'un kitoblar Lilokaning aqliga aql, o'rganishiga utuq qo'shib, uni ziyrak va bemalol o'sib yetilishga imkoniyatiga ega qildi. Nurg'un muallim va ota-onalar til-adabiyot darsligini til-adabiyot o'rganishning muqaddas dasturi bilayotgan hozirgi paytda Lilokaning dadasi uningga o'kti qo'poladi. Bu yerda uning dadilligi va ijobiy ingiga qoyil bo'lmay tura olmaymiz. Men til-adabiyotni qanday o'rgangan nomli bir kitobni ko'kaydim. Alim, madaniyat mutaxassislari va yozuvchilardan bo'lib 70 necha kishining ayni zamonda til-adabiyot darsini o'rganish jarayonidagi kechirmishlari ularning og'zidan bayon qilingan bu kitob mualliflarning tug'ilgan yoki o'qigan davriga asosan 20-30 yillardan 60-70 yillargacha jami 4 bo'lakka bo'lingan. U kitobdan mundaq bir qiziq ahvolni bayqadim. 50 yillardan burungi ilm sohasining sarkarlari o'z vaqtida o'qigan til-adabiyot darsini hayajon bilan seg'inib tilga oldi ekan. Ularning til-adabiyot darsi Junxo madaniyat tarixida uzun zamonlardan beri avlod-mavlod miros qolgan klassik asarlardan tuzilgan. O'zirmi ilm-bilimda yetuk bir yoki bir qancha til-adabiyot muallimida o'qishga, ularning hozirgi mukammal til boyligi va chunqur tafakkuriga dal ayni vaqtda o'qigan ashu til-adabiyot darsi asos solgan ekan. Shunga ularning hammasi kasbiy va odimiy jihatdagi kamolatimiz ayni zamondagi til-adabiyot darsidan uzuq olgan deb qaraydi ekan. Misalan, Jungo Fanlar Akademiyasining akademiki Yangzu Shiyapandi nima sababdan akademik bo'la oldingiz deb so'raganda, buningga sabab bo'lgan muhim bir omil odamiyat madaniyati, jumladan akademik bo'la olishimda Junxo millatlarining har xil an'anaviy madaniyati, Jungo tili muhim, bevosita yoki muvositlik rol o'ynagan deb javob berdi ekan. Ammo 70-80 yillarda o'rta maktabda o'qiganlar osh chog'da o'tilgan til-adabiyot darsini tuzilgan darslikning sifati nachar, o'qitish usuli qaloq, o'quvchilarga ozroq ilhom bera olmaydi deb tanqid qilishadi ekan. Halbuki ularning oxir ixtisoslardan bo'lib yetilishda darsdan sirtqi o'qigan kitoblari alohida rol o'ynagan ekan. Ataqli yozuvchi BFU 60-yillarda tug'ilgan bo'lib, uning o'rta maktabda o'qigan vaqti 70-80 yillarga to'g'ri keladi. U "Men ko'rgan til-adabiyot tarbiyasi" nomli maqolasida mundaq yozibdi. "Men quramliqlarni o'zinglar ko'rgan til-adabiyot darsiga numur qo'yib beqinglar desa, men hatto 0 qo'ymas edim. Chunki uningga 0dan tuvan numur qo'ysak, ondan to'g'ri bo'ladi. Shundaq deyishga haqliman. Bu gaplarim ozroq mubolag'a emas. Durust, boshlang'ich va o'rta maktablarda bizga til-adabiyot darsi o'tilgan. Ammo keyin nihoyat ko'p kuch sarf qilib, hammani boshdan o'rganishga to'g'ri keldi" degan. Ularning tanqidlari ayni zamondagi til-adabiyot o'qitishiga qaratilgan. Durust, uzun zamonlar o'tdi, davr o'zgardi. Ammo til-adabiyot o'qitishimizda qilcha o'zgarish bo'lmadi. Uningdagi yuqorida aytib o'tilgandek illatlar tugaydigandek emas. Masalan,
Dərslikning tuzilishini qaraydigan bo'lsak, hozirgi boshlang'ich maktab til-ئەدەبىيات dərsligi oldi bilan pinyin va xomso'z xatlarni o'rgatish, ondan so'zlik va jumlalarni o'rgatish an'anasiga mixlib etilgan. Pinyinni haqiqatan til-ئەدەبىيات dərsining ibtidosi qilish kerakmi? Xom xatlarni mustaqil birlik sifatida ayrim o'rgatish zarurmi? Mundaq bir biologiyalik xulosa qarmoqqa o'rinliq tek ko'rindi. Maqolani o'qish uchun oldi bilan xatni o'rganish kerak. Xatni tunish uchun pinyin o'rganmasa bo'lmaydi. Amaliyotda bu aqlga muvofiq mantiqa bolalardagi bilish tartibiga mos kelmaydi. Shundaqla insonlarning til yoziq o'rganish jihatdagi to'g'ri tabiatiga muxolif. Til yoziqning o'zi bir qurol. Pinyin osh qurolning quroli. U g'ijashalar kamanchining qilini silqlash ishlatadigan devirqayga o'xshaydi. Acaba g'ijak chelishni o'rganadigan odam hammadan burun nihoyat uzun vaqt sarf qilib, devirqayni kamanchiga qanday surkashni o'rganishi kerakmi? Halbuki pinyindan iborat bu qurolning quroli mana hozir qurolning o'ziga hatto osh qurolni tutishdagi maqsadga aylanib qoldi. Ba'zilar hatto xanzuchi xat pinyinga o'rin bo'shatish kerak degan motor qo'ydi. Bundaq bema'ni safsata oshkor o'tir qo'yilib qolmay, hatto muzokara dasturxonsig'imi chiqdi. Bu nimancha kulgili-a? Undan boshqa biz bolalarning bir butun tizim hosil qila oladigan obrazli, qiziqarli narsalarni berilib o'rganadigan alohidligini bir yoqqa qayirib qo'yib, ularni massiz va abstrakt harf yoziqlar dovisiga so'rab kirib, jafoliq tirishishga majbur qilyapmiz. Buning bilan o'rganishning lazzatidan mahrum qolgan bu bolalar necha yil vaqt sarf qilibmi voy degidek bir narsa o'rganolmayotdi. Bir qatam Sharqiy Jungo qatnash universiteti analar tarbiyasi tadqiqot o'rnidagi Wang Huadong apandining gaplari meni bekmi qoyil qildi. U mundaq degan edi. Til-ئەدەبىيات o'qitishimizning ajalli kesili shuki, biz bolalarga xanzularning tasviriy yoziqini, g'arbning alifbalik yoziqini o'rgatish asosi bilan o'rgatyapmiz. Ilgirki zamonlarda bolalar bir yilda 2000 dan ko'proq xatni o'rganib olaydi. Jungoning 2000 yillik tarixi ega savad chiqarish usulini tashlab o'tadiq. Mana endi bolalar 3-yillik chiqibmi kitob o'qishni o'rganolmayotdi. Til-ئەدەبىيات darsi kirgizilgan mazmunlarning ichida odatdagi narsalar nihoyat ko'p. Darslikdagi nurg'un asarlarning hech qaysisi mayli idiviylik jihati bo'lsin, mayli jalbkorlik jihati bo'lsin, mayli til jihati bo'lsin, esl asarlardan emas. Tavshinchi apandi bu ahvolni nihoyat o'rinli tanqidlab mundaq degan edi. Jungoning darsliklarida eng esl narsalarga sal qarilib, qandaqdir cho'yli to'xtamaydigan poj-pirat narsalar azizlanadigan bo'lib qoldi. Har soatlik darsda bolalarga bir necha xat va ushshaq-tushak savodlar o'rgatildi. Ayni chog'da Subuyda, Qizil ravaqdagi tush, Robinsonning sayrgardonlik kechirmishlariga o'xshash esl romanlar qo'limizga tushib qolsa, uni kechini kunduzga ulab, o'qib tugatib o'tmasak ko'nglimiz unmaydi. O'qib bo'lganda andan buxodan chiqatdik. Poj-pirat narsalar bilan to'lib ketgan hozirgi darsliklarda nadim undaq vazn bo'lsin. Menimcha hozirgi darslar quvvati yo'q ko'ktatqa, dori bilan oqartilgan esl guruchga o'xshab qoldi. Uni yegan odamning putini tamratga besib, at o'gilikka, hatto ma'may qoladi. Tavshinchi apandi yana mundaq deydi. Ba'zilar Jungoning adablari kuyga o'xshaydi deyishir ekan. Ammo hozirgi darslarning kuyini baqolig'idek majoli yo'q. Kuyi nima uchun kitobga tushidi? Chunki kitobda yeydigan narsa bor. Kuyning uni yegan siri yegisi keladi. Halbuki darslarga tushgan kuylar chig'ida uningdagi narsalarni bir qatam yeb yiqibla ikkinchilab qaramas bo'lib oldi. Tavshinchi apandi bundan necha oy ilgari tanqid qilgan hadislar hali ham shu peti turyotdi. Mashhur yozuvchi Sunyi bir mezgil o'rta maktabda muallimlik qilgan edi. U o'zining 70-yillarda ko'rgan til-ئەدەبىيات tarbiyasi bilan muallimlik qilgandan keyingi sarguzashtini selishtirib, til-ئەدەبىيات o'qitishidan pekmi umidsizlangan ekan. Keyin uning qizi oliy maktabga chiqibdi. U kunlarning birida oliy maktabda o'qiyotgan qizning darsligini varaqlab o'tirib, tuyuqsizla cho'chib ketibdi. Chunki o'zi muallimlik qilganda so'zlagan ham shu chog'da uni nihoyat umidsizlantirgan bir tekst qizining darsligida yana turg'udek. Ataqli olim Beijing universiteti Jungo til fakultetining professori Chen Li Chun apandi til-ئەدەبىيات darsligimizning tuzilishi 20-asrning 60-yillardanki saviyada turib qoldi deb nihoyat to'g'ri aytgan. O'qitish usul jihatdan qaraydigan bo'lsak, elimizdagi boshlang'ich maktablarning til-ئەدەبىيات
Dərsxana o'qытuvchi yana xam xətlərni tunutish, söz ma'nosini yeshish, tekstning ahamiyatini tahlil qilish, ədəbi məzmununu egallash va hozirgi zamon tilida yozilgan uzun tekstlarni yodlash qatorliq koni qilibdan chiqolmayotidi. Qaysi xətlərning xam xət, qaysi so'zlarning xam so'z ekanligi darslikda bekitilib o'tilgan. Ko'pincha bala shu xam xət va xam so'zlarni allaqachon o'rganib bo'lgan bo'lsa-mu, uni qayta yozib mashq qilishi, söz ma'nosini yodlash shart. Dərslik bilan tangla muallimlərə taqib berildigan til-ədəbiyyat o'qitishida foydalanish modeli qo'llanmasida har bir soatlik darsga qanday tayyorlik qilinadiganligini bekitib o'tilgan. Davrimizdagi mashhur pedagog, alohida muallim doktor İkkinchi apandi hozirgi til-ədəbiyyat darslarini tanqidlab mundaq deydi. Til-ədəbiyyat darsi ədəbiy istibadlıq sahnasiga aylanib qoldi. Misalan, balalar ko'ngilchini faqat feodallarning amaldorlik imtihon tizimiga bo'lgan tanqid deb tushundi. Nilupar ko'lidagi oy sho'lasini Jo'zingchangning eg'ir qurg'oqchiligi bo'lgan unsiz itirozi deb biladi. Balalarning ma'naviyatiga eg'ir bo'yinto'g'riq solib qo'yilgan tursa, ularning ijodiy tafakkurga nadimi imkoniyat bo'lsin. Ko'pincha bala muallimning dars so'ragan savoliga to'g'ri javob berish uchun imkoniyatning boricha til-ədəbiyyat o'qitishida foydalanish modeli qo'llanmasi topadi. Chunki osh qo'llanma bo'lsa, darsxonada so'ralgan nurg'un savollarga to'g'ri javob bergil bo'ladi. Til-ədəbiyyat darsida hozirgi zamon tilidagi nurg'un mazmunlarni yodlash talab qilindi. Yana kelib, hozirgi zamon xanzu tilidagi undaq mazmunlar eg'iz tiliga bakmi yiroqlashtirib o'tilgan bo'lg'achqa, so'z jumlalari klassik asarlarnikidek uncha puxta emas. Balalar yodlaydigan bilaklarning tangdan to'lasi bakmi odatdagi mazmunlar bo'lib, biror so'zning qo'shilib yoki tushib qolishi mazmunga qilish ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo balalardan hatto tinish belgilarini neri-peri qilmay aynan yodlash talab qilindi. Masalan, uni kelishtirib birini soldim degan jumlani uni kelishtirib turib birini soldim deb yodlashga bo'lmaydi. Chunki bo'lsa-mu mazmunga qilish ta'sir yetkazolmaydigan turib degan ravish qo'shilib qolsa, balalarning javobi xato bo'lgan bo'ldi. Qisqasi, hatto tinish belgilariga chekilmay ulik yodlash asar mazmunini o'zlashtirib tushunish uchun emas, balki to'g'ri bo'lish uchun. Asar ro'yini yurakka o'rnatib o'tilish emas, balki imtihonda numur tatqizib qo'ymaslik uchun. Demak, bu vosita bilan maqsad butunlay ostin-ustin qilib etilgan o'qitish usulidir. Til-ədəbiyyat muallimlarining saposi nuqtasidan tahlil qilib boqaylik. Uzun yillardan beri davomlashib kelayotgan qatmal va ulik o'qitish usuli til-ədəbiyyat muallimlari qo'shinining kasbiy saposini tushirib o'tdi. Til-ədəbiyyat muallimi degan bu nom oxiri berib ilmiy sapodagi mag'dursizlikning simvoliga aylanib qoldi. Men bir maktab mudirining dars taqsimlayotganda yana bir muallimga "Voy, boshqa darsni o'tolmasangiz til-ədəbiyyatni o'taolasiz" deganligini o'z qulog'im bilan anglagan edim. Qizim boshlang'ich maktab o'qiyotgan chog'da muallimi hadislam til-ədəbiyyat darsi degan yodlaydigan dars, ish qilib tekstni yodlay oladigan bola imtihonda yuqori numr olaydi dermishkan. Qizim to'liqsiz o'rta maktab chiqqandan keyin texmi g'alati bir til-ədəbiyyat muallimiga uchrab qoldi. U muallimning kasbchanligi bakli kuchli bo'lg'achqa, bolalarga topshiriqni bakchiq beradi. Nurg'un topshiriqlari faqatla o'rinsiz edi. Masalan, ruhsiz degan iborani xam so'zlar qatoriga kirgizib, bolalarga uni hatto o'qilishni lug'atga qarab tepib, shu bo'yicha yozib kelinglar deb topshiriq beradi. So'g'uz o'tirning birinchi yiliga chiqqan bola uchun ruhsiz degan so'z ibora xam so'z hisoblanarmi? Yutilish, kuch, hakovur degandek hatto odatdagi izoholiq lug'atlarga kirgizilmaydigan xam so'zlarning ma'nosini yezib kelinglar deb topshiriq berishlari cho'tahi. Hamda bolalarning darsdan sirtqi kitoblarni zodi qanchalik o'qiydiganligiga qarab boqaylik. Boshlang'ich maktabning 4-5 yillik til-ədəbiyyat darslarini misolga olsak, bir parcha kitobda taxminan 20-30 ming xatlik mazmun bo'ladi. Halbuki 4-yillik bolalarning darsdan sirtqi o'qiydigan kitoblari 1 million xatga yetgan bo'lishi kerak. Uning ustiga darslikdagi 20 ming xatlik mazmun 200 ming xatlik yoki 2 million xatlik mazmunga barobar kelgidek ma'nolar darda turdanlarım emas.
ballarga qo'yiladigan kitob o'qish talabidan olganda darslikda tunishtirilgan mazmunlar nihoyatda oz. Til-ئەدەبىيات o'qitish sohasidagilar yaqinqi yillardan beri balalarning darsdan sirtqi kitoblarni ko'plab o'qish lozimligini ta'kidlab, Jungo va chet ellarning qadimgi va hozirgi zamon mashhur asarlardan balalar o'qishga tegishlilarini tizib chiqdi. Ammo nurg'un maktab va muallimlarning bakrak ko'ngil bildig'ini balalardan ilinadigan imtihon natijasi bo'lg'achqa darsdan sirtqi o'qishlikqa qilcha ahamiyat berilmadi. Buning bilan o'rta boshlang'ich maktab balalarining til-ئەدەبىيات o'g'inishi til-ئەدەبىيات darsligi bilan cheklandi. 2 yil ilgari jamiyatda o'rta boshlang'ich maktablarning til-ئەدەبىيات o'qitishi to'g'risida bahs munozara bo'lgan edi. Shu chog'da nurg'un kishi navbatdagi til-ئەدەبىيات o'qitishiga bo'lgan noroziligini bayon qilishgan. Ba'zilar hatto boshqalarning titang tomurg'i tekkudek gaplarni qilgan edi. U munozaralar orqali o'rta boshlang'ich maktablarning til-ئەدەبىيات darsi balalarga til-ئەدەبىيات o'rgatish vazifasining o'tisidan chiqolmadi degan o'rtaq tunish hosil qilindi. Ammo munozaradan keyin ahvolda asosan o'zgarish bo'lmadi. Anam aytgan yaray degandek ko'ni muqovga tovlab yuraverdik. Bu yurak etishqidek reallik. Necha ming yillik madaniyat tariximiz, dunyoda tangdoshsiz til madaniyati boyligimiz bor. Ammo hozirgi zamon jamiyati qadam qo'ygandan keyin fan texnikada olg'a bosdik-yu, o'z tilimiz, ana tilimizni bora-bora o'rganolmaydigan bo'lib qoldik. Til-ئەدەبىيات o'qitishidagi tafakkurimiz kundan kunga mexaniklashib ketdi. Formulalashgan, texniklashgan, qalablashgan o'qitish va baholash usuli til-ئەدەبىياتdan iborat bu fandagi rangarang, sehriy kuch va ma'naviy terakni bora-bora barbod qilishga boshladi. Ana til o'rganish aslida odamni xursand qiladigan xosiyatli ishlarni edi. Ammo hozir odamni bezor qiladigan mazasiz bir narsaga aylanib qoldi. Til-ئەدەبىيات darsimi o'zgarib, jabrli kechmishlarga o'xshashib qolg'achqa, balalarning ko'pinchisi uningga kundan kunga qiziqmas bo'lib qoldi. Til-ئەدەبىيات darsida nimani o'rganish kerak? Qanday o'rganish kerak? Hech qanday odam bu savollarga qanoatlanarli javob berishga qodir emas. Chunki til-ئەدەبىيات o'qitish islohoti yuksak tema bo'lganligi uchun ishkillab tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Shundaqmi bu jihatda ozdir ko'pdir tajriba to'plagan bo'ldik. Uni o'rganib turmushimizga durust tatbiqlay olsak, ko'rinarli unum yaratqil bo'ldi. Til-ئەدەبىياتni yaxshi o'rganishning nurg'un omillarini kishilar to'plagan tajribalar va xilma-xil materiallardan yakunlab chiqish mumkin. Ammo eng halqiliq usul kitobni ko'p o'qish. Nurg'un kitob ko'rib, uningdan yetarlik uzuq cho'g'lamagan odamning til-ئەدەبىياتni yaxshi o'rgana olishi mumkin emas. Sovet ittifoqi pedagogi Soximlinskiy xilma-xil vositalar bilan o'quvchilarning ilmiy amaliga turtki bo'lish tajribasi orqali oxir eng unumli usul bolalar o'qiydigan kitoblarning mazmun doirasini kengaytirish deb yakunlab chiqargan ekan. Joq kitob o'qimagan odamning tili cho'lta, fikri yuza bo'lib qoladi. Hozir bolalarning til-ئەدەبىياتni obdan o'rgansin deb orzu qilamiz-yu, ularning darsdan sirtqi kitoblarni o'qishiga sal qaravotimiz. Bu go'yo bir sapliqsini bir tiniq bilan ichib yetgidek daraja chanqab ketgan odamga bir qo'shiq suv bergandek, suv izishga intilgan bolani vannaga solib qo'ygandek bir ish. Hozir nurg'un maktabda kitob o'qish darsi tasdiqlangan bo'lsa-mu, bu darsda bolalar asosan degidek kitob o'qimaydi. Balki muallim bolalarga kitob o'qish usulini o'rgatadi. Kitob o'qish haqidagi savollarni ishlatadi. Bu hol ussab hol qilmagan birovga biror piyola suv bermay, ussug'anda suv ichish haqidagi bilimlarni og'zi besiqmay so'zlab, oxir uningda ussug'anda suv ichishning muhimligi haqida savol so'raganga o'xshaydi. Davlatdan o'rta boshlang'ich maktablarning kutubxona qurilishi uchun yiliga nurg'un pul ajratadi. Ammo nurg'un maktab kutubxonalari binoning boloxonasidagi tubi besib ketgan eski eshiklarning ichida. Ishqilib maktablarda kutubxona degan deb ataladigan bir o'qim bo'lsa-mu, ammo u kundalik o'qitish bilan qilcha munosabatsiz. Qisqasi bolalar kitob o'qimayotadi. Maktablardagi til-ئەدەبىيات o'qitish gruppasining muzokaralari qanday kitob o'qish darsini obda o'tkul bo'ladi degan tema bilan cheklanyotadi. Maktablarda bolalarning darsdan sirtqi kitoblarni o'qishiga sharoit berilmagan ekan, undaqda buni oilalar zimmasiga olishi kerak. Men asralashib baqqan ota-onalarning nurg'unlari kitob o'qish bilan til-ئەدەبىيات darsining munosabatini to'liq tushunmaydi ekan.
Bəziləri hətta balısının dərsdən sırtqı kitablarını oxuşuğa çək qoydu ekan. Ular balısının ögünüşlük nəticəsiga bəkrək көңіл bildiğanlıq üçün dərsdən sırtqı kitablar balının ögünüşüge paydalıq degan kitablarını, gəplərni anlagan haman balısını kitab oxuşqa dəvət qıldı ekan. Amma balası kitabqa əmdilərdən kirişib turuşuğa bala kitabqa berilib ketsə ögünüşü axsaydı degan əndişdə balını yana dərsliklər çangılığa söyrəb kirdi ekan. Çünki ularning nazaridagi haqiqiy ögüniş dərsdən sırtqı kitablarda emas, balki dərsliklərdə ekan. Hozirgi boshlang'ich maktablarda mundaq bir ahvol rostila mavjud. Ba'zi bolalar dərsdən sırtqı kitablarni hargiz o'qimaydi-yu, ularning imtihonlardagi natijasi hamisha nihoyat yaxshi chiqadi. Aksicha ba'zi bolalarning dərsdən sırtqı kitablarni ko'p o'qiydi-yu, imtihon natijasi odatdagicha. Bunun sababi shuki, hozirgi boshlang'ich maktab imtihonlari butunlay degidek darslik asosida ilindi. Shunga imtihondan burun darslik bo'yicha obdan takrorlasizlar, imtihonda yaxshi natija olib bo'ldi. Mohiyatda buni faqat bir xil saxta holat deb tushunish mumkin. Durust. Bundaq imtihonlarda yaxshi natija olgan bolalarning ko'chirmay, savollarga o'z kuchi bilan javob berganligi rost. Ammo bundaq imtihonda sinildig'ini bolalarning haqiqiy til adabiyot saviyasi emas, faqat til adabiyot darsligi saviyasi xolos. Bolalarning til adabiyot imtihon natijasidagi bundaq saxta holat faqat boshlang'ich maktab bosqichida mavjud bo'la oladi. Chunki o'rta maktab Bulupmu to'liq o'rta maktabning til adabiyot imtihon darsliklari darslikdagi mazmunlardan ozdir ko'pdir xalqiydi. Buning bilan darsdan sirtqi kitoblarning til adabiyot imtihonidagi roli bara-bara ro'shanlashishga boshlaydi. Oliy maktabning til adabiyot imtihonidagi mazmunlar qadimgi nazmlarni hisobga olmaganda asosan degidek darslik doirasidan xalqib ketgan bo'ladi. Chunki uningda bolalarning haqiqiy ma'nodagi til adabiyot saviyasi sinalindi. Bu yerda hargizmi oliy maktab til adabiyot imtihon savollari nihoyat muvofiq chiqarilyotidi demoqchi emasman. Bu yerdagi tasodifiy bahoyim orqali shuni tushuntirmoqchimanki, darsdan sirtqi kitoblarni o'qishga ancha ahamiyat berib ketmaydigan bolalar til adabiyot darsligini ezib ichib olsa-mu, o'rta maktab chiqqandan keyin armonga tushliq darmon qolmaydi. Hatto oliy maktab til adabiyot imtihonidanmi yaxshi natija ola olishi notayin. Ammo til adabiyot saviyasi haqiqatan yaxshi bolalar har qanday shakl va saviyadagi imtihonlarga bemalol yuzlana oladi. Oliy maktab imtihonidami yomon emas natijaga erisha oladi. Hamma bildigan alay darajalik muallim Veshushin apandi o'rta maktab bolalariga til adabiyot darsi berayotgan chog'larda sinf o'rlash imtihonining ig'ir basimi yelkasidan besib tursa-mu, har mavsumlik darsni tunji oyda tugatib o'tib, qolgan darslarni bolalarning darsdan sirtqi kitoblarni ko'plab o'qishiga va uningga munosabatli faoliyatlarga o'rlashtiradi ekan. Bu apandi garchi tuzilgan darsdan norozi bo'lsa-mu, u o'z topshirib olgan odatdagi nachar sinfning imtihon natijasini nuqtaliq maktablardagi tajriba sinflaridagidanmi oshirib o'tadi. Buning o'zi til adabiyot darsidagi yadroliq nuqtani ching tutganlikning sharofati albatta. Ota-onalar va muallimlarning ko'pinchasida garchi Lilokening dadasi va Veshushin apandidek til adabiyotni darsga qaramay turib o'rgatish dadilligi bo'lmasa-mu, ular eng bo'lmaganda darslikni birdan-bir dastur qilib olmaslik kerak edi. Qisqasi til adabiyot o'rganishning til adabiyot darsliklarini o'rganishdan derak bermaydiganligini tunib yetganda, ondan bolalarni darsdan sirtqi kitoblarni ko'proq o'qishga dadil yetakligili bo'ladi.